Aka toza tabiiy asal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Voy, ona arini qidirib kelishdi. Voy. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan-ku. Bolangizga hunarab o'rgatay demaysiz. Qachon bu sportga boring? Dada. Ana, daydingiz keldi. Dada, daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lishsan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldinga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib oyog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning bilan uchaman desam, ichanmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, arabaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylar. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolma, indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni emgirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri Marab aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdimi eshitmaydi deb. Bo'ldi, to'g'ri qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zqani. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylar. So'rintaydi ekan. Mishiga yetib ketmasa, qarang. Wait. Turing, shuni siqmadimi? Endi aka, bu o'zining nomi bilan o'g'ri mahalla. Narsalaringizga ehtiyot bo'ling. Shuni bo'ling. Yaxshi ham mana kinokali telefonimni olib ketib qolishman. Telefon ketdi-da. Akajon, uyga yetib olay. Telefoningiz bo'lsa berib turing, shunday telefon qilib olay. Bil. Telefoningiz olib ketdimi? Kechki orqasidan boramiz. Men jo'ram telefonni berish. Bu meni sheriklarim. Chiqar pulni. Onasini emsin, bu o'g'il mahallada kimga ishonishni ham bilmaysan. Mana, bor pulim, mana. Nima yurmayapti endi bu ham? Benzinni olguncha moni oling, mo skuterni oling. Hozir mayada edingmi, mayada paydo bo'lib qoldingmi? Bitashib olaylikmi? O'zim olib ketaman. Yaxshi ham mana skuterimni nevaramga olgan anjonli bola to'yis qoldi. Endi mendan hech bolani o'g'irlash olmaysanlar. Orasini yepsin. Skuterim qani? Voy onang. Shipshidon bo'ldim, qaytib bu o'g'ri mahallaga kelma. Aka, telefon bor, olasizmi? Olaman, uyga yaxshi yetib olay, mana paypag'im ichida asragan 200 dollarim bor, bering. O'zimning telefonimmi? Voy, telefonim. Voy, bolalar. Voy, telefonim. Voy, qo'yag'lar.
shunaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada vaden ham bor, olib kelsa aksiya qilaman. Chaqirasiz, mana chisnoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador. Bechara issiqda qiynalib ishlayapti. Bu nima qilganinglar? Ha ishlaydi-da, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semechkasi zo'rda. Ta'mi ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonaga tug'ib qo'ymanglar yana. Endi chumchuq bo'lib bering. Dada, keliniz g'alati taksko'z bo'pti. O'zing ayt. Dada, sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Bosh ko'zimga ko'rinmang. Turib qol bo'lmasa ikkalingni. Hamanga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayab ham jag'i qiyshayib qopti. Ay yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai? Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsıldoq. Bolajon ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin sariflab, mana aql 3 marta qaravermasda. Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yo, og'iz ochariga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni Mahalla obodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyada? O, televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshisi televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bolang qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda siratsiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog' rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizi ham rasmini chizib berchi? Ozingizni yoping. Ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar bizning mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Yo, balondan xavotir olmang. Bolalar, opangni mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bars shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bittada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik.
Bu kishimni talantlari bu bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni olmaydi. Mama shukr. Ha, mama shukr. Botir, bormisan? Zo'r oshnamsan-ku. Mana shu tupurib gapirgan chataqda. Siz o'tirib mo'ykaga borib kelamiz. Men senga anjali bola to'yiz. Rahmat, bolalarni xursand qilib qo'yaman. Yoningni bir o'chib qoldimi? Mayda plan tugab qopti. Baga sherat bor. Bahrom bilan Baxtiyor Ha, aytaverdi. Hop, keyin nima bo'pti? Ana. bog'da bukoni belidan, bo'ynidan, boshdan, burnidan baylab, belidan berib, bo'ktirishdi. Menga emas, balonga qarab gapir. O'zi sen bilanchi bitta samomoy otsak bo'lar ekan. Bo'laveradi. Pajarnida ishlagin sen. Pitbull nima bo'lar ekan endi? Ha, mama shukr. Botir jo'ra qattasan. Lekin shunday eshikni ochib yubor. 2 soat qo'shiq aytibman, yuziga to'lib ketdi. Bikib qolaman, hozir tez-tezga qo'y yag'i. Jichikka chopib ketdikmi deyman-da. Mana sinnaying qulog'imga teyapti. Yana keldik. Keldik, tish. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Ha, mana kelishdi mana. Onangni kech qolib ketdik-da. Tez ketdik. Kirokani baqajar qilib, unda qo'yib berlar. Kelinglar. Akalar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shnikida pataxali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib chiqib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Sog' bo'ling. Kerak emas karnesini, kerak emas. Ha, X chaldi ham. X. Endi nima deyapti? Yakka qilib chol deyapti. Jicha noto'g'ri tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qochdik. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Judayam. Onangni emgir. Uni bizni urgan kuyov bolami? Biz uramiz. Qo'lyaqsin chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uruvdingmi o'rtoqlaring bilan? Bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. O, ashu. Oshnam taniyapsanmi? Varata mo'ylov. Bir uraman, onangni emgiri. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yaman. Yo'mga shabata deyapti. Ye. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulug' ayyom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashinada yurarkansizlar, balonni nissi ekan. Sizlarga 4 dona barsh shinalardan olib kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Yo'q, bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketvordi, mehmonlar. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz, uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi, yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'y yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da. Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling. Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga men qilib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик
Откроется пути, придется в эту яму.